vaqt to'xtagan go'yo ketgan chog'imda qaytdim. Soatning millari aylandi yana. Ayvon, oftob suvoq, hammasi o'sha. Onam ko'rpa qovib o'tirar ana. Ko'zoynak ustidan boqadi menga. 1000 yil kutgan kabi bunday imkonni sog'inch, araz, gina aralash bari izhor etolmayman bu hayajonni. Xizrni uchratgan kabi dafatdan tinmay meni alqar onam bechora. G'aroyib tush ko'rgan edim tunov kun. Bolam kelishingga ekan ishora. Ayvon bo'g'otida bir juft musicha, ham onamga qo'shni, ham ekan sirdosh. Har kun suhbatlashar ekanlar ular, onam hasrat qilar. Ular kukular. Kelganim payqagach, u kuni qushlar uzoq kukuladi. Nedan nolishdi? Onam atrofida uchdi-yu bir zum qaygadir bosh olib ketib qolishdi. Men-ku boshda buni anglaganim yo'q. Ular qaytishmagach onam bezovta. Tush o'tdi, negadir qushlar kelmadi. Mendan so'rayverar qayta va qayta. Men borimda ular qaytib kelmadi. Nega ketib qoldi inini tashlab? Bu haqda keyin ham uzoq o'yladim, o'ylab yuraverdim yuragim g'ashlab. Bir kun anglab yetdim oxir bu sirni, go'yo tushungandek qushlar tilini. Onam men haqimda ularga aytgan, ular bilgan men haqimda borini. Aytingchi, bag'ritosh bir darbadarni kim ko'rgisi kelar va yo kim xushlar? Onasin kuttirgan mendek o'g'ilni yoniga kelmaskan hattoki qushlar.